Prezentatsiya tayyorlashni hali ham soatli bosh qotiryapsizmi? Men hozir sizlarga 2 daqiqada chiroyli dizaynli prezentatsiya tayyorlashni o'rgataman. Mana bu slaydni meni bevosita tayyorladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, albatta. Demak, boshladik. Buning uchun biz Google Chrome dasturiga kiramiz. Va bu yerga Gamma app yozamiz. Начните бесплатно. Va bu yerdan ro'yxatga o'tishimiz kerak bo'ladi. Продолжить с помощью Google, ya'ni Google bilan davom etishni bosaman. Google akkauntimizni tanlaymiz. Продолжить. Mana ro'yxatdan o'tdik. Bu yerdan so'zlab noviyni bosamiz va birinchi bandni tanlaymiz. E'tibor beramiz. 10 ta slayd. Bepul versiyasida 10 ta slayd, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Bundan keyingisi pulli yoki slayd sonini qisqartirishingiz mumkin. Men 10 ta slayd qilaman. Klassika. Va mana bu yerdan tilni tanlaymiz. Qaysi tilda yaratish kerak? Bu yerdan albatta o'zbek tilini tanlayman. Va men mana bu yerga yozaman mavzuni. Biosfera haqida tushuncha, misol uchun. Va sozdать konspektni bosaman. Va biroz vaqt olishi mumkin. Kutamiz. Konspekt tayyor. Buni bir o'qib chiqib, sizga ma'qul yoki ma'qul emasligini ko'rasiz. Shuni intellekt orqali topganing uchun albatta ma'qul bo'ladi. Va pastdan endi tayyorlaydigan slaydimizni yozuvlar qanday bo'lsin, menga kratka yetarli. Va mana bu dizaynlar qaysi dizaynda hal qilsin. Va bu yerdan adborni qilib xohlasangiz boshqa dizaynga qo'yishingiz mumkin. Men mana bu dizaynni tanladim. Figurativni. Va mana bu Bluesh'dan pastda rasmlarni, ya'ni slaydlar foydalanilgan rasmlarni qaysi tipdan foydalansin, ya'ni biz 3D formatni tanlaymiz va Generovatni bosamiz. Biroz vaqt olishi mumkin. Kutamiz. Mana tayyorlash jarayoni. Endi bu tayyor slaydni ko'rishimiz mumkin. Qanday chiroyli dizaynda qilganini. Rasmlarni ham o'zi olib tayyorladi. Va buni qanday yuklab olamiz? Buni yuklab olish uchun mana bu tepa o'ng tarafdagi 3 nuqtani bosamiz va bu yerdan export bo'limini tanlaymiz. Va export bo'limida sizga qanday ko'rinishda kerak? PDF, PowerPoint PPT, Google Slides va rasm ko'rinishida deyapti. Biz PowerPoint ko'rinishini olamiz. Biroz kutasiz va avtomatik yuklanadi. Mana slaydimiz yuklandi, ko'rishingiz mumkin. Va buni PowerPoint ochib ko'ramiz. Mana slaydimiz tayyor. Buni xohlagan joyimizda foydalanishimiz mumkin. Agar bu usul foydali bo'lsa, like bosishni unutmang. Obuna bo'ling. Keyingi videoda yanada oson texnologiyalarni o'rgataman. Free audio post production by alphonic.com